Eng noto'g'ri yondashuv o'zingni sev, chegaralaringni belgila deb qo'yadi. Yo'q. O'zini sevish odamiylik mas'uliyatini anglashdan boshlanadi. Beg'araz yordam. Men senga yordam beraman chunki kun kelib sen menga yordam berasan emas. Men senga yordam beraman, sen birovga yordam ber. U birov yana kimgadir va zanjir. Va menga yordam kerakligida sendan naflangan odam yordam beradi. Mana shunaqa. Bu jamoa bo'lib harakatlanish. Bu daxldorlik hissi deymiz-ku. Partisipativ yondashuv mana shunga olib keladi. Bir-birini anglash, empatiya hammasi shunga borib taqaladi. Chunki individualizm yolg'iz otni changi chiqsa ham dong'i chiqmas deydi-yu dono xalqimiz. Mana shu. Shuning uchun yo'q, albatta birlashtirish. Bir yaxshi, chiroyli g'oyalar, yaxshi loyihalar atrofida birlashish bu samara beradi. Bu rivojlantiradi.